Ertaga qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet ertaga 16-dekabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0.5 darajalik bo'ladi. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0.5 darajalik bo'ladi. Buxoro viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Harorat kechasi 2-3 daraja ila kunduzi 5-10 darajalik bo'ladi. Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2-3 daraja ila kunduzi 5-10 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat -3-2 daraja ila kunduzi 5-10 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0.5 daraja ila kunduzi 8-13 darajalik bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0.5 daraja ila kunduzi 8-13 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0.5 daraja ila kunduzi 5-10 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti bilan qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Toshkent va Namangan viloyatida qor ko'chishi xavfi bor. Harorat kechasi 3-2 daraja ila kunduzi 0.5 darajalik bo'ladi.